Assalomu alaykum, hurmatli o'qituvchilar, o'quvchilar va meni kuzatayotgan kuzatuvchilar. Demak, bugun birinchi dars. Anchadan beri boshlashni niyat qilayotgandik va nihoyat boshladik. Demak, bu mening rasmim. Farg'ona shaharda Fergana School o'quv markazida dars o'taman, agar kimgadir offline kurs bu kerak bo'lsa. Demak, birinchi darsimiz energiya almashinuvi ni ko'rib chiqamiz. Energiya almashinuvi bizda nimalar bor? Xo'p, e'tibor beramiz. Energiya almashinuvi, dissimilyatsiya yoki katabolizm. Uni xuddi shunday nomlar bilan ataymiz. Energiya almashinuvi, dissimilyatsiya yoki katabolizm. Bilishimiz kerak nimalarni? Fosforlanishni bilishimiz kerak. Fosforlanish nima, shuni bilishimiz kerak. Energiya almashinuvi bosqichlarini bilishimiz kerak va energiya turlarini bilishimiz kerak ekan. Belgilab ketilgan. Xo'p, shulardan birinchisi bilan tanishamiz. Mana o'sha birinchi fosforlanish. Bu nima? Fosforlanish ATF hosil bo'lish reaksiyasi. Ya'ni ADF bilan fosfat kislota o'zaro birikib, mana bu yerga e'tibor beramiz. Bu ADF, bu esa fosfat kislota. Ular 40 kilojul energiya evaziga bir-biri bilan bog'lanishadi. Mana ikkalasi bog'lanadi va natijada ATF bilan suv hosil bo'ladi. Ya'ni ADF fosfat kislota bilan birikib, nima evaziga 40 kilojul energiya evaziga ATF va suv hosil bo'ladi. Endi e'tibor beringlar. Mana u ATF o'zi bu nima uchun kerak bizga degan savol bo'lish kerak-da. ATF bu zaxira. Ya'ni ombor deb ataydigan bo'lsak ham bo'laveradi. Misol uchun nima yozamiz? Bu nima ekan? Ombor. Uning ichida nima bo'ladi desa, zaxira energiya bo'ladi. Zaxira energiya bo'ladi. Mana shu ombor ATF va unda zaxira energiya bor. Bitta ATFimda, mana bu bitta ATFimizda 40 kilojul zaxira energiyasi bo'ladi. Misol uchun 2 ta bo'lsa 80, 3 ta bo'lsa 120, 4 ta bo'lsa 40 dan 4 ta 160 kilojul zaxira energiya bo'ladi. Endi bu nima uchun ishlatiladi? Agar organizmda biror narsa parchalansa va unda energiya hosil bo'lsa, energiyaning bir qismi zaxira sifatida ATF ko'rinishida topib qolinadi va boshqa bir jarayonda, muskulda yoki birorta organda ish bajarilayotganda mana shu ATF parchalanadi va zaxira energiya chiqib, o'sha ish borishi uchun sarflanadi. Demak, fosforlanish reaksiyasida asosiy hosil bo'ladigan narsa, demak, bu zaxira energiyasi, ya'ni ATF. Mana shu ATF ning hosil bo'lishi evaziga bu jarayon yuradi. Demak, biz fosforlanish haqida gaplashdik. Endi yana bitta gap aytishimiz kerak. Mana bu fosforlanish reaksiyamiz qaytar reaksiyaga aylanib ham ketishi mumkin. Ya'ni hosil bo'lgan ADF va fosfat kislotaga ajraladi. Qachonki hozir aytib o'tganimizdek, birorta organda ish bajarish uchun o'sha payt mana 40 kilojul energiya erkin energiya sifatida birorta jarayonni uchun sarflashimiz uchun ishlatib yuboramiz. Demak, birinchi bosqichdan o'tdik, fosforlanishni bilib oldik. Endi fosforlanishni bilib oldik. Energiya almashinuv bosqichlariga o'tirganmiz. Energiya turlari bor ekan. Bizga hozir birinchi energiya turlari kerak. Xo'p, qayerga yozganmiz? Demak, energiya turlari haqida gaplashamiz. Oldin keyingi bosqichga o'tmasdan yozib olgan konspektimiz yo'q ekan. Demak, umumiy energiya. Ya'ni menda har qanday mahsulot parchalanishi natijasida umumiy energiya paydo bo'ladi. O'zi qanaqa mahsulotlar parchalanadi degan savol ham bo'ladi. Men odatda uglevod, oqsilni keyin yozamiz. Xo'p, yog' va oqsildan iborat mahsulotlarni iste'mol qilamiz va mana shu oziq-ovqatdan uglevod, yog' va oqsildan energiya hosil bo'ladi. Birinchi navbatda uglevoddan hosil bo'ladi energiya, ya'ni biz yegan mahsulot tarkibidagi birinchi bo'lib uglevod parchalanadi. Misol keltiradigan bo'lsak, og'izda uglevodli mahsulot yeyishimiz bilan og'zimizda shirin ta'm paydo bo'ladi. Ya'ni og'zimizdagi amilaza fermenti uglevodni parchalanishiga sabab bo'ladi. Undan keyin yog' parchalanadi va oxiri oqsil parchalanadi. Demak, biz yegan mahsulot tarkibidagi uglevod parchalangandan keyin yog' va mana shu uglevod, yog' va oqsil parchalanishidan esa biz uchun kerak bo'lgan narsa, ya'ni energiya hosil bo'ladi. Mana shu energiyani biz umumiy energiya deb ataymiz. Mana u umumiy energiya ikkiga bo'linadi. Birinchisi
va ikkinchisi. Birinchisi issiqlik energiyasi, issiqlik energiyasi. Bu energiya har doim jarayon payti chiqarilgan energiyani bir qismi o'sha paytning o'zida tarqalib ketadi va mana shu tarqalib ketayotgan energiyani biz issiqlik energiyasi deb ataymiz. Ikkinchisi zaxira energiya. Zaxira energiya qachon ishlatiladi desa, zaxira energiya o'zi ko'rinishidan ATFga olib kelinadi. Qachonki u birorta jarayon uchun kerak bo'lsa, keyin ishlatamiz. Misol uchun aytaylik, 200 kilojoul energiya hosil bo'ldi. 200 kilojoul energiyadan 2 ta ATF hosil bo'ldi desa, men yuqorida aytdim, bitta ATFimda 40, ikkita ATFim bo'lsa 80 kilojoul bo'ladi. Demak, zaxira 80 kilojoul ATFda. 200 dan 80 dan ayirib olsak, 120 si issiqlik ko'rinishida chiqib ketgan bo'ladi. Demak, bizda umumiy energiya turlari ikki xil bo'lar ekan: issiqlik energiyasi va zaxira energiyasi, va shunga qarab keyingi jarayonlarni bo'lib yuborsa bo'ladi. Xo'p, davom etamiz. Demak, biz fosforlanishni ko'rdik, energiya turlarini ko'rdik. Endi energiya almashinuv bosqichlarini ham ko'rishimiz mumkin. Xo'p, birinchi bosqich tayyorgarlik bosqichi. O'rtoqlar, o'zi energiya almashinuvi bosqich bo'lishi shartmi? Xuddi o'sha narsaga to'xtalamiz. Mana bu yerga yozamiz. Energiya almashinuvi bosqich bo'lishi shartmi? U bitta bosqichdan iborat bo'lsa va kamroq vaqt sarflasak, bu ish bizga ma'qulroq kelmaydimi deydigan savol bo'lishi mumkin. O'zi energiya almashinuvi bosqichlari nima uchun kerak? Bizda mitoxondriya degan organoid bor. Mitoxondriya. Mana o'sha mitoxondriya degan organoid. U hujayraning ichida joylashgan. Bu hujayraning ichidagi sitoplazma. Sitoplazmada nima joylashgan? Mitoxondriya joylashgan. Mana shu mitoxondriyaning ichiga organik modda kelish kerak va mitoxondriyaning ichida yonish reaksiyasi amalga oshadi. Va o'sha paytda juda ham katta energiya chiqadi. Ya'ni 8-sinfda mitoxondriyani aytgan energiya stansiyasi vazifasini bajaradi degan. Mana shu energiya stansiyasini vazifasini bajarib beradi va katta energiya chiqaradi va biz yegan mahsulotning asosiy qismi shu yerda parchalanadi. Endi shu yergacha yetib kelishi uchun moddalarim parchalanib kelishi kerak. Chunki men yegan uglevod yoki kraxmal mana u hujayra membranasidan kira olmaydi. Ya'ni u molekula kattalik qiladi. U kirish uchun esa molekula kichikroq bo'lish kerak va mana bu yerda poradan nima qila olish kerak? Sig'ish kerak. Endi mana bu yergacha keldi o'sha kichik molekula, mana bu yer siqqan molekula, lekin endi bu yerga sig'maydi. Endi u sig'ishi uchun yana ham mayda bo'lakka bo'linish kerak va u mitoxondriyaning ichiga kira oladi. Demak, energiya almashinuv bosqichlari nima uchun kerak deb so'ralsa, biz energiya almashinuv bosqichlari mitoxondriya ichiga yetib bora olishi uchun kerak. Ya'ni parchalanib mitoxondriyaga kirguncha bo'lgan darajaga parchalanadi va u yerga kirgandan keyin yonish reaksiyasi amalga oshadi va u yerdan juda ham katta miqdorda energiya hosil bo'ladi. Xo'p, bizni yozuvimiz muddat uzoqlashib ketadi. Demak, bu energiya almashinuv reaksiyalarini bosqichma-bosqichga bo'lamiz. Demak, bu birinchi dars bo'ldi. Birinchi qism deylik. Keyingi qismlarda biz bosqichlarni bo'lib chiqamiz. Endi misol uchun tayyorgarlik bosqichi, anaerob bosqich va aerob bosqichlarga bo'lib chiqamiz. Demak, hozirgacha bo'lgan tanishgan ma'lumotlarimiz fosforlanish, energiya turlari va energiya almashinuv bosqichlari nima uchun kerakligi haqida gaplashib chiqdik. Xo'p, keyingi qismda ko'rishguncha bizni YouTubedan qidiring yoki Instagramdan, Telegramda kanalda ham bo'lishi mumkin.